Sarvinos o'z hayotini eslaganida hamon yuragi siqilib ketardi. U oddiy bir qiz edi, katta orzular bilan ulgaygan, sevgi va mehrga chanqoq, kelajakdan faqat yaxshilik kutgan edi. Turmushga chiqayotgan kuni u o'zini eng baxtli ayol deb o'ylagan, oq libosda ostonadan hatlab o'tayotganda yuragi hayajondan tez urar, ko'zlarida esa baxtdan yosh yaltirardi. U o'sha paytda hayot uni qanday sinovlar kutayotganini tasavvur ham qilolmasdi. Dastlab hammasi yomon emas edi. Erining muomalasi ham yomon ko'rinmas, u ham odatdagi erkaklar kabi ish bilan band, ba'zan jiddiy, ba'zan esa kulib gaplashadigan inson edi. Sarvinos yangi kelin sifatida qo'lidan kelganicha hammaga yoqishga, uy ishlarini puxta qilishga, qaynota-qaynonasining hurmatini qozonishga harakat qilar edi. U o'zini shu xonadonga bagishlagan, o'z baxtini shu yerda quraman deb ishongan edi. Lekin vaqt o'tgan sayin hamma narsa o'zgarib bordi. Erining ichkilikka ruju qo'ya boshlashi dastlab kichik muammo bo'lib tuyuldi. Hamma erkak ichadi, bu oddiy hol deb o'zini ovutardi Sarvinos. Ammo bu odat asta-sekin baloga aylandi. Har kuni kechqurun erining mast holda kelishi, sababsiz janjallar, baqiriq-chaqiriqlar, hatto ba'zan qo'l ko'tarishlar Sarvinosning hayotini zulmatga aylantirdi. Uyda tinchlik yo'qolgan edi. Bolalar ham asta-sekin qo'rqoq bo'lib qolishdi. Otasining qadam tovushini eshitishlari bilan burchaklarga yashirinib olishar, ovoz chiqarmaslikka harakat qilishardi. Sarvinos esa ularni bagriga bosib ichidan yigilardi. U o'zini yolg'iz his qilar, lekin sabr qilishdan boshqa yo'l topolmasdi. U ko'p marta o'ziga savol berdi: nega men? Nega mening hayotim bunday bo'ldi? Lekin javob topolmadi. U o'zini ayblar, balki men nimanidir noto'g'ri qilyapman deb o'ylardi. Shunga qaramay u chidashda davom etdi, chunki u ayol edi, ona edi va jamiyat oldidagi majburiyatlarni his qilardi. Bir kuni erining sabri toq bo'lib, u Rossiyaga ketishga qaror qildi. Pul topaman, odam bo'lib qaytaman, dedi u. Sarvinos tashqaridan qaraganda xafa bo'lib ko'rinsa-da, ichida biroz yengillik his qildi. Balki uzoqlik ularning munosabatlarini yaxshilar, balki erining qadri bilinardi. Yoki hech bo'lmaganda u va bolalari bir oz tinch yashashardi. Erining ketishi bilan uyda sukunat hukm sura boshladi. Dastlab bu sukunat Sarvinosga begona tuyuldi. U hatto ba'zan erining baqiriqlarini sog'ingandek bo'lardi, chunki bu sukunat ichida yolg'izlik yanada og'irroq edi. Kunlar asta-sekin o'ta boshladi. Endi barcha mas'uliyat uning zimmasida edi. Ro'zg'or, bolalar, uy ishlari, hammasini u yolg'iz bajarar edi. U ishlashga majbur bo'ldi, charchoqdan holdan toygan paytlarda ham bolalarini boqish uchun kuch topardi. Eng og'iri esa eridan hech qanday xabar yo'qligi edi. Na telefon qo'ng'irog'i, na pul, na bir og'iz hol so'rash. Sarvinos har kuni telefoniga tikilib, undan bir signal kutardi. Yaxshimisizlar degan oddiy savolni eshitishni orzu qilardi. Ammo bu orzu amalga oshmadi. Oylar o'tib ketdi, lekin eridan darak bo'lmadi. Bu beparvolik Sarvinosning qalbini asta-sekin sovutdi. Shu og'ir kunlarda unga oz bo'lsa-da taskin bergan inson bor edi. Bu erining ukasi Dilshodbek edi. U hali uylanmagan, yosh yigit bo'lib, akasidan butunlay farq qilardi. Uning muomalasi muloyim, gap-so'zlari shirin, ko'ngli ochiq edi. Dilshodbek Sarvinosning qiynalayotganini ko'rardi. U og'ir sumkalarni ko'tarib berar, bozorga yordam berar, ba'zan bolalar bilan o'ynab, ularni kuldirardi. "Kelinoyi, siz charchamang, men qilaman" degan oddiy gaplari Sarvinosning yuragiga iliqlik berardi. Ayol kishi uchun e'tibor juda muhim. Sarvinos eridan ko'rmagan e'tiborni asta-sekin Dilshodbekdan ko'ra boshladi. Dastlab u bunga ahamiyat bermadi. Uni shunchaki mehribon uka deb qabul qildi. Lekin vaqt o'tgan sayin nimadir o'zgarib borardi. Bir kuni u Dilshodbekning nigohida boshqacha ma'no borligini sezdi. Bu oddiy qarash emas edi. Unda ayolga qaragan erkakning iliqligi bor edi. Sarvinos buni sezdi va yuragi beixtiyor tez ura boshladi. U o'zini koyidi, "Bu noto'g'ri, u sening qayning", dedi ichida. Lekin boshqa tomondan u bu e'tibordan voz kecholmayotganini ham his qildi. Chunki u uzoq vaqtdan beri mehrga, iliq so'zlarga chanqoq edi. Kunlar o'tgan sayin ular orasidagi masofa qisqarib borardi.
Oddiy suhbatlar uzoqroq davom etadigan bo'ldi. Ba'zan ular kulib gaplashar, ba'zan esa jim turib ham bir-birlarini tushunishardi. Bu yaqinlik sekinasta shakllanayotgan edi. Sarvinos ichida ikkita ovoz kurashardi. Biri uni to'xtatishga chaqirar, bu yo'l noto'g'ri ekanini eslatardi. Ikkinchisi esa unga, sen ham baxtli bo'lishga haqlisan, deb pichirlardi. U qaysi ovozni tinglashni bilmay qolgan edi. Shu tariqa uning hayoti yangi bosqichga o'tayotgan edi. U hali oldinda qanday sinovlar kutayotganini bilmasdi. Faqat bir narsani his qilardi, uning qalbi asta-sekin o'zgarayotgan edi. Sarvinos har kuni ertalab uyg'onganida o'zini majbur qilib kuchli tutishga harakat qilardi. Bolalarining yuziga qarab, ularning kelajagi uchun yashash kerakligini o'ziga eslatardi. Ammo qalbining tub-tubida bir bo'shliq bor edi. Bu bo'shliqni hech narsa to'ldira olmayotgandek tuyulardi. Kunlar bir xil o'tar, lekin ichidagi his-tuyg'ular kundan-kunga murakkablashib borardi. Dilshodbekning har bir e'tibori, har bir iliq so'zi Sarvinosning yuragida iz qoldirardi. U bu holatni inkor etishga urindi, lekin inkor qanchalik kuchli bo'lsa, ichidagi tuyg'ular ham shunchalik kuchayib borardi. Bir kuni oshxonada yolg'iz ishlayotganida Dilshodbek yoniga keldi. Oddiygina gap bilan suhbat boshladi, lekin uning ovozida nimadir boshqacha edi. U Sarvinosga diqqat bilan qaradi, go'yo uning ichki holatini o'qiyotgandek. Zerikmayapsizmi degan savol oddiy eshitildi, ammo unda chuqur ma'no bor edi. Sarvinos bir lahza javob topolmay qoldi. U yo'q deb javob berdi, lekin o'zi ham bu javobning rost emasligini bilardi. Shu kundan boshlab ular orasidagi muhit yanada o'zgardi. Endi bu faqat qarindoshlik doirasidagi aloqa emas edi. Ularning suhbatlarida yashirin ma'nolar paydo bo'ldi, nigohlar esa ko'proq gapiradigan bo'ldi. Sarvinos o'zini tobora qiyin ahvolda his qila boshladi. U har kuni o'zini nazorat qilishga harakat qilar, lekin har safar Dilshodbek yaqinlashganda yuragi tez ura boshlardi. Bu hislar uni qo'rqitardi, lekin ayni paytda unga yoqardi ham. Bir kuni kechqurun u hovlida o'tirib, uzoqqa tikilib qoldi. Hayoti qanday o'zgarib ketganini o'ylardi. U bir paytlar faqat tinch oila va mehrli turmushni orzu qilgan edi. Endi esa u o'zini butunlay boshqa yo'lda turgandek his qilardi. U hali oldinda qanday qarorlar qabul qilishini bilmasdi. Lekin bir narsa aniq edi, uning yuragida boshlanib bo'lgan bu o'zgarishlar endi ortga qaytmas darajaga yaqinlashib borayotgan edi. Sarvinos uchun kunlar endi odatdagidek o'tmay qo'ydi. Har bir kun ichki kurash bilan boshlanib, yana o'sha kurash bilan tugardi. Dilshodbek bilan bo'lgan suhbatdan keyin ularning orasidagi masofa sezilarli darajada qisqargan edi. Endi ular bir-birlariga begona emas, lekin hali ochiq yaqin ham emas edilar. Aynan mana shu noaniqlik Sarvinosni eng ko'p qiynardi. U har safar Dilshodbekni ko'rganda yuragi tez ura boshlardi. Avval bu oddiy hayajondek tuyulgan bo'lsa, endi bu his tobora kuchayib borardi. Dilshodbek ham buni sezayotgandek edi. Uning qarashlari endi yanada dadilroq, yanada uzoqroq bo'lib qolgan edi. Go'yo u Sarvinosning ichki dunyosini ko'rishga urinayotgandek edi. Bir kuni tushdan keyin uyda faqat ikkalasi qolishdi. Bolalar tashqarida o'ynayotgan edi. Sarvinos oshxonada ovqat tayyorlayotgan paytda Dilshodbek eshik yonida suyanib turdi. U bir necha soniya jim turdi, so'ng asta gap boshladi. Ovozi sokin, lekin unda yashirin hissiyot bor edi. Siz o'zingizni juda ko'p qiynayapsiz, dedi u. Sarvinos qo'lidagi ishni to'xtatdi. Bu gap uni hayratga soldi. Chunki bu oddiy gap emas edi, bu uning ichidagi og'riqni ochib berayotgan gap edi. U nima deyishni bilmay qoldi. Men yaxshi, dedi u qisqa qilib. Lekin Dilshodbek jilmaydi. Yo'q, siz yaxshi emassiz. Siz yolg'izsiz, dedi u aniq ohangda. Bu so'zlar Sarvinosning yuragiga tegdi. U shu paytgacha hech kimga bu haqda ochilmagan edi, lekin bu yigit uning holatini sezayotgan edi. Shu lahzada u o'zini tushunilgan his qildi. Bu his esa juda kuchli edi. Shu kundan boshlab ular orasidagi suhbatlar yanada chuqurlashdi. Endi ular oddiy mavzular bilan cheklanib qolmas, hayot, orzular, dardlar haqida ham gaplashardi. Sarvinos ilk bor o'z dardlarini kim bilandir bo'lisha boshladi.
U o'zining ichidagi og'riqlarni aytgan sari yengillik his qilardi. Dilshodbek esa uni diqqat bilan tinglar, ba'zan maslahat berar, ba'zan esa shunchaki yonida turardi. Bu oddiygina bo'lib tuyulgan e'tibor Sarvinoz uchun juda katta ahamiyatga ega edi. Lekin bu yaqinlik bilan birga xavf ham ortib borardi. Sarvinoz buni his qilardi. Har safar u o'zini bu munosabatdan uzoqlashtirmoqchi bo'lsa ham, nimadir uni yana qaytarib olib kelardi. Bir kuni kechqurun ular hovlida o'tirishardi. Havo salqin, atrof sokin edi. Ular uzoq vaqt jim o'tirishdi. Bu sukut noqulay emas edi, aksincha unda qandaydir iliqlik bor edi. Dilshodbek birdan Sarvinozga qaradi. Uning nigohi jiddiy edi. "Men sizni hurmat qilaman", dedi u sekin. Sarvinoz boshini ko'tardi. Bu gap oddiy eshitilsa ham, uning davomida nimadir borligini sezdi. "Lekin men sizni faqat hurmat qilmayman", dedi u davom etib. Bu gap havoda muallaq qolib ketdi. Sarvinoz yuragining urishini aniq eshitayotgandek bo'ldi. U nima deyishni bilmay qoldi. "Bu gapni aytmasligim kerak edi", dedi Dilshodbek birdan o'zini tiyib. Sarvinoz esa hali ham jim edi. Uning ichida turli xil hislar to'qnashayotgan edi. U bu gapni eshitishni istamagan, lekin ayni paytda bu gapni kutgandek ham edi. Shu kechadan keyin ularning munosabati yanada murakkablashdi. Endi ular bir-biridan qochishga harakat qilsalar ham, bu harakatlar samarasiz bo'lib chiqardi. Har bir qarash, har bir tasodifiy tegishish ularning ichidagi hislarni yanada kuchaytirardi. Sarvinoz o'zini tobora qiyin ahvolda his qila boshladi. U har kuni o'ziga savol berardi: "Men nima qilyapman?" Lekin javob topolmasdi. Shu paytda hayot unga yana bir zarba berdi. Bir kuni u tasodifan qaynota va qaynonasining suhbatini eshitib qoldi. Ular past ovozda gaplashardi, lekin Sarvinoz eshik ortida turib hammasini aniq eshitdi. "U yerda boshqasini topibdi", dedi qaynotasi. "Endi kelin bilsa nima bo'ladi", dedi qaynonasi xavotir bilan. Bu gaplar Sarvinozning boshiga chaqmoqdek urildi. U o'z quloqlariga ishonmadi. Yuragi siqilib ketdi, nafasi qisildi. U asta ortga chekindi, lekin oyoqlari qaltirab ketgan edi. Demak, erining uzoqlashishi, beparvoligi bejiz emas ekan. U boshqa ayol bilan edi. Sarvinoz bir lahzada o'zini butunlay aldanib qolgandek his qildi. U xonasiga kirib eshikni yopdi. Ko'zlaridan yosh ozozdan oqib tushdi. U yigladi, juda ko'p yigladi. Ichida to'plangan barcha alam, barcha og'riq shu lahzada tashqariga chiqdi. "Men nima uchun chidab keldim?" degan savol uni qiynardi. U o'zini xorlangandek his qildi. U bu uyda sadoqat bilan yashagan, hamma qiyinchiliklarga chidagan edi. Ammo erining unga qilgani bu edi. Yiglab-yiglab bir vaqt ko'z yoshlari quridi. Uning ichida boshqa his paydo bo'ldi. Bu alam edi, bu gazab edi. "U menga bunday qila oladimi?" dedi u ichida. Shu paytda uning fikrlari o'zgarib ketdi. Endi u faqat og'riqni emas, balki qasosni o'ylay boshladi. Bu hissiyot asta-sekin uning qalbini egallab bordi. Dilshodbek uning bu holatini sezdi. U Sarvinozning o'zgarib qolganini payqadi. U yanada mehribonroq bo'lishga harakat qildi, uni kuldirishga, kayfiyatini ko'tarishga urindi. Sarvinoz esa endi unga boshqacha qaray boshladi. Avvalgi ichki to'siqlar endi zaiflashayotgan edi. "Nega men o'zimni cheklashim kerak?" degan o'y paydo bo'ldi unda. U o'zini oqlash uchun sabab izlay boshladi. "U menga xiyonat qildi, demak men ham", degan fikr uning ongida tobora mustahkamlanib borardi. Bir kuni kechqurun ular yana hovlida uchrashishdi. Bu safar ularning orasidagi muhit boshqacha edi. Endi u yerda faqat yashirin hislar emas, balki ochiq taranglik ham bor edi. Dilshodbek unga qarab turdi. Bu qarashda sabr tugayotganini sezish mumkin edi. Sarvinoz ham bu qarashdan qochmadi. Aksincha, u birinchi marta unga tik qaradi. Shu lahzada u o'z ichida bir qarorga kelayotganini his qildi. Bu qaror to'g'rimi yoki noto'g'rimi, u hali buni o'ylamayotgan edi. U faqat o'zining ichidagi bo'shliqni to'ldirishni istardi. U hali oldinda qanday oqibatlar kutayotganini bilmasdi.
Lekin bir narsa aniq edi, uning hayoti endi butunlay boshqa yo'nalishga burilayotgan edi. Va bu yo'l ortga qaytish imkonini tobora kamaytirib borardi. Qaynonasi va qaynotasi safarga ketadigan kun kelganda hovlida galati bir sukunat hukm surdi. Ular jo'nab ketishgach, katta uy birdaniga bo'shab qolgandek tuyuldi. Sarvinos bolalariga qarab og'zini ovutishga harakat qildi, lekin ichida nimadir o'zgarib bo'lgan edi. Endi bu uyda faqat kundalik hayot emas, balki aytilmagan, lekin sezilib turgan bir sir ham bor edi. Dilshodbekning nigohlari endi yashirin emasdi. U Sarvinosga ochiqroq qaray boshlagan, gaplari ham avvalgidan ancha dadil bo'lib qolgan edi. Sarvinos esa buni sezib turib, o'zini go'yo bexabar tutishga urinardi. Lekin ichida allaqachon qaror pishib yetilayotgan edi. Kechqurun hovlida yolg'iz qolganida Sarvinos uzoq o'yladi. U o'z hayotini, boshidan o'tgan barcha og'riqlarni, erining xiyonatini esladi. Yuragi yana siqildi. Shu payt ichida bir ovoz yana paydo bo'ldi. Sen ham baxtli bo'lishga haqlisan. Bu fikr endi unga begona emasdi. Dilshodbek asta yoniga kelib turdi. Bu safar u jim turmadi. Uning ovozi past, lekin qat'iy edi. U Sarvinosga o'z hislarini yana bir bor aytdi. Bu gaplar oddiy so'zlardan iborat bo'lsa ham, unda kuchli tuyg'ular bor edi. Sarvinos bir lahza ko'zlarini yumdi. U ichida bo'layotgan kurashni to'xtata olmadi. Lekin bu safar u qarshilik qilmadi. U faqat jim turdi. Shu jimlikning o'zi ham javob edi. O'sha kecha ular o'zlarini nazorat qilishda ojiz qoldilar. Bu bir lahzalik qaror emas edi, bu uzoq davom etgan ichki bosimning natijasi edi. Sarvinos o'zini go'yo boshqa bir hayotga kirib ketgandek his qildi. U nima qilayotganini anglab turar edi, lekin o'sha paytda his-tuyg'ular aqlidan ustun kelgan edi. Shundan keyin kunlar tez o'ta boshladi. Ular yana odatdagi hayotlarini davom ettirayotgandek ko'rinsalar ham, ichkarida hammasi o'zgargan edi. Endi ular o'rtasida sir bor edi. Bu sir ularni bir tomondan yaqinlashtirar, ikkinchi tomondan esa doimiy xavotirda ushlab turardi. Sarvinos o'zini ikki xil hayot kechirayotgandek his qilar edi. Kunduzi u odobli kelin, mehribon ona edi. Kechalari esa u o'zining boshqa bir tomonini yashirincha yashardi. Bu ikkiyuzlamachilik uni asta-sekin ichidan yemira boshladi. Dilshodbek bilan bo'lgan yaqinlik unga vaqtincha taskin berardi. U o'zini yolg'iz emasdek his qilardi. Lekin har safar tong otganda haqiqat yana o'zini eslatardi. Bu yo'lning oxiri yaxshilik bilan tugamasligini u ich-ichidan sezib turardi. Shunga qaramay u to'xtay olmadi. Har safar endi bas deganida yana o'sha hislar uni ortga qaytarardi. Bu bir odatga aylanib borayotgan edi. Va bu odat tobora xavfliroq tus olayotgan edi. Oradan bir necha hafta o'tdi. Hayot tashqi tomondan o'zgarmagandek edi, lekin Sarvinosning ichki holati butunlay boshqacha bo'lib qolgan edi. U tez charchaydigan, o'ychan bo'lib qoldi. Ba'zan sababsiz kayfiyati tushib ketardi. Dastlab u bunga e'tibor bermadi. Charchoqdandir deb o'yladi. Lekin vaqt o'tgan sayin bu holatlar kuchayib bordi. Ko'ngli aynishi, bosh aylanishi uni xavotirga sola boshladi. Bir kuni u yolg'iz qolganida dorixonadan olib kelingan testni qo'liga oldi. Yuragi tez ura boshladi. U ichida nimanidir sezayotgandek edi, lekin bunga ishonishni istamasdi. Bir necha daqiqadan keyin natija chiqdi. 2 chiziq. Sarvinosning qo'llari titrab ketdi. U o'tirib qoldi. Ko'zlari testga tikilganicha qotib qoldi. Bu haqiqat edi. U homilador edi. Bir lahzada uning butun dunyosi yana ag'darilib ketdi. Bu yangilik na quvonch, na umid olib keldi. Aksincha, bu qo'rquv va tushunarsiz vahima edi. Endi nima qilaman degan savol uning ongini egallab oldi. U o'zini tutolmay yig'lab yubordi. Bu safar ko'z yoshlarida nafaqat og'riq, balki chuqur pushaymon ham bor edi. U o'z qilgan ishining oqibatini endi aniq ko'ra boshlagan edi. Dilshodbekka bu haqda aytganida u ham larzaga tushdi. Uning rangi oqarib ketdi, gap topolmay qoldi. Bu holat ularning ikkalasi uchun ham kutilmagan zarba edi.
Endi ular faqat his-tuyg'ular bilan emas, balki haqiqat bilan yuzma-yuz turishardi. Sarvinos har kuni qo'rquv ichida yashay boshladi. Har bir kun unga og'ir tuyulardi. U qorniga qarab ichida osib borayotgan hayotni his qilgan sari ichidagi ziddiyatlar yanada kuchayardi. Bir tomondan bu bola begunoh edi. Ikkinchi tomondan esa u katta sirning belgisi edi. U qaynonasi va qaynotasining ko'ziga qanday qarashni bilmasdi. Ularning ishonchini oqlamaganini his qilardi. Shu bilan birga erining xiyonati ham uning yuragini hali ham og'ritardi. Men noto'g'ri yo'lni tanladim, dedi u bir kuni o'ziga. Endi u hammasini tushunib yetgan edi. Qasos olish istagi uni bu ahvolga solib qo'ygan edi. Lekin bu qasos unga yengillik bermadi. Aksincha, yangi va yanada og'ir muammo olib keldi. Sarvinos endi tez-tez o'tmishni eslay boshladi. Agar u o'sha paytda sabr qilganida, agar u o'zini to'xtata olganida, balki bugun hammasi boshqacha bo'lardi. Lekin vaqtni ortga qaytarib bo'lmasdi. Endi uning oldida faqat bir savol turardi: qanday yashayman? Bu savolga javob topish oson emas edi. Lekin u bitta narsani aniq tushundi: har qanday qarorning oqibati bor. Va ba'zan bu oqibatlar juda og'ir bo'ladi. Sarvinos oynaga qaradi. O'z aksini ko'rib chuqur xo'rsindi. U hali ham o'sha ayol edi, lekin ichidan butunlay o'zgargan edi. U endi hayotga boshqacha qarardi. Va ichida faqat bitta haqiqat yangrardi. Xiyonatga xiyonat bilan javob berish hech qachon yechim emas.